SMM sohasida shu instrumentdan foydalanmagan bo'lsangiz, demak siz haligacha yangi darajaga chiqmagan bo'lasiz. Instagramda proyekt yuritishda o'zi 2 dona instrumentdan foydalanamiz. Birinchi historiya, ikkinchisi post. Endi shuni qo'shimchasini 3-instrumentdan bu probный reelsdan foydalanishingizni tavsiya etaman. Chunki probный reelslar sahifada ko'rinmaydi. Biz ayra podpiska tashlama odamlar oldindan chiqib keladi. Biz shu bilan ko'proq odamlarni jalb etib bilamiz. Maslahatim, bir kunda asosiy postdan tashqari kamida 2-3 probный reels qo'yadigan bo'lsak va videoni turiga qarab kamida 1000 prosmotr oladigan bo'lsam, bir oyda yaxshi ahvolda, yaxshi natijaga chiqsa bo'ladi. Darital brendi va ko'plab bizneslarning proyektini yuritib yurgan Baxtiyorani, Daritaldagi bolani probный reelslar haqida fikrlarini eshitamiz. Mening fikrim, probный reels hozir zo'r yuritib turibdi, SMMda zo'r foydasi bo'pti. Foydalansin bemalol. Misol uchun istoriya qo'yib turgan narsalarimizni probный reels ham qo'yib turibmiz. Misol uchun 6 dona, 8 dona probный reels bir kunda joylanib turibdi va bu narsalarni uchishini qarab, misol uchun bir kunning ichida 10k dan o'tmaganlarni olib tashlaymiz, o'tgani bo'lsa qoldirib qo'yamiz. Bu narsa bir oy davomida o'rtacha 5-6 million qo'shimcha ahvot berdi. Rahmat Baxtiyor, fikrlaringiz uchun. Matadora, matadora.